Savol: haqiqiy sunnatga muvofiq soqol qo'yish qanday bo'ladi? Ya'ni tomoqning tagini qirish kerakmi yoki yo'qmi? Soqol qo'yish 40 yoshdan keyin sunnat, ungacha mustahabmi? Shuningdek, mo'ylovni qirish mumkinmi? Bu savolda ham to'g'ri ma'nolar bo'lishi bilan birga unaqa xurofat, bilimsizlik, johillik asosida tarqalib qolgan gaplardan ham namunalar bor. Erkak kishi balog'atga yetgandan boshlab soqol qo'yishi bizning dinimizda bor. Soqolni qo'yganda uzunligi to'g'risida gap ketganda ko'pchilik fiqhiy mazhablarda bir tutam bo'lishi kerak deydi. Ya'niki qo'lni iyakka, jaqqa qo'yib turib tutamlaganda o'sha tutamini uzunicha bo'lgani sunnatga muvofiq bo'ladi deyiladi. Bunga dalil qilib buyuk